deysan ha? Yakup yaba? Yakup yaba? Ya, meni yezdikilar ayakilib Yakup yaba deb chaqirib qo'ydi. Ismim Ahmad Sattan. Ha, manda da. Yezlik shaharkiz shangonliq bo'libdi deb ismini o'zgartirib kirding deyli? Ha? Biroq ismim ayo mening. Sen buni qanday tanıysan? Do'stimni tunishganto. Sizlar tunishgan emasmi? Men ish qilmay versam sizlar paramni shirinlar. Naqar rahmat. Naqar xo'sh. Mana da. Yakup, men sana deb qo'ya singlimni og'dan bo'shroq qarjimavasan. Bikab bo'yningni uzib etmayman. Uyi. Bo'yningni uzib etmay? Men bir qush qaşma bo'ynimda uzilib turgan bir paxtakman men. Ayla asinglar menga shahardan uy tepadi. Shu bir rahmat aytib, hamda biz sarani qaytish uchun rahmat aytib menga odamni keldi 10 qadam salom qilib turmiz bunda. Shu qayladim men. Yakup yaba. Ahmad Sattan. Ben Ahmet Satan. Sana gittim belgili olmaydı. Nerede Satan'a okşay değilsin ha? O şahının kızlarım siz kaç çıraylıkken siz cuma mı indip koyayım? Maksat gille. Şahin ibadet geldi ha? Bu şahı Fatih aslı... Fatih? Ya o şahı aslı Fatih mine sen serhat jüriyi vermey. Şahı kırıp da şahını kırapacak diyen de şu köğülerimde oynayıp çıkartken geldim. Ne oldu? Yakup. Ahmet Satan. Fatih kandır ha? Yaxşı. Fatih bilen çakayla ikimiz oturduk tam yere mi çekip koyduk. Hayda. Ya kayla. Ben sana ma öyle turvatmanı bilmesem ma. Bazı ma səhralıqlarımda bizden uygu alsak soğuksalam ilib almız emez ma. Şu ata sana ma atı bulaktan zarağız meyda ağaç geldin. Atı bulaktan zarağız mı iken bu? Ha. Uyenge meyman geldi. Qara Ahmet Satan. Ben diyen bilen xil adamgerçilikten vacumasın ha. Ha, botqalı da. Ondan gaççı qo'pab polo etmemiz qo'sqan etiketda. Qara. Men ma öyle to'g'ila 3 yil oldu. Lekin bir qitim tamoq etib baxmadim. Bak qo'sqon ochgan bo'lsa, darvozaning inida oshxona bor. Oshga kirib yeb chiqsam bo'ladi. Ma bino uy, oshxonangli bor, tamoq etishni o'qimaysizlar. Shaylik bolalar, chashpakiz, quloqga, qo'saq bisik bo'fana qiladi. Sen faqat gap gapiramadin men. Sen nereden kelsan bu men mehmon degina? Ha? Qo'saqa shundami? Poloyiga mana shundami? Telefondan chiqqanda? Qara. Men o'zim tamoq etmaganim bilan da qushqashlarga telefon qilsam, tamoq qilqas qildi-da. Bunda gumpa bor. Uylar ijara qushqashlarga ataq. O jinem, qandiroq? Yaxshimi? Nima qilyapsiz? Hamma uyda. Siz-chi? Bekavosingiz ham darhol bizning uyga kelib, jinem, falon o'qishdi, bir qilmamsiz. Shunda poloyigim kelgan. Uni ustiga siz aytgan tamoq yesab shunda ruhliq jurkanmidi ha? Ma'qul, momoda. Manda o'ynalarim bor deb qo'y. Yana bunda ekan ha? Herhalde. Bundan olib qolsa men qoyida turma. Sen o'birning qanday yetib uy tursan olarmi? Poqura. Yaqup, Ahmad, ma degan shaqar. Poqurmaydi. Ma uchun ma. Ma uy ana qarqan sen kichikroq, 2 qat. Buni tursan bo'l. Bu kichik. Bu cho'ngroq uy yo'qmi? Cho'ng uydan men turma. Cho'ng uyda men tursam bo'ldi. Men uni sahradan keldim qayla. Bunda sahra yerda benchangda itiz yetib molla ketib, kayrilib yo'q yetib cho'ng bo'lib qolgan degina. Kichik uylarga patmay, 2 molla ketib derizangni tushib ketmay, men igiz bino ekan bu. Qara Yaqup, kangriya turum desam, mana safa turibdi. Mandasıg'mi yazsang bo'ladi, mandasig' yazsang bo'ladi. Gar xohlamsan ma'noni yazsang bo'ladi. O'zing tanla. Lekin cho'yin talasa faqat bo'lma. Cho'yin bo'ldi. Voy. Aka. Men yaxshi aka. Voy, oldin qo'yib bergandim-ku. Aka, men uydan ko'chdim-a. Onda olsa, ben 6 aylıkını bir bereyim. Ben bugün bir aqidem kelgan, men bilan bildirdiğanga. Güzel kesin mi? Tutun sak atacağım. Ma'qul aka. Qaylar?
Endi men cho'ng'uy deb ko'ngan bo'lgan ekan, bu cho'ng'uyangni men yetaverayman. Ahmasatan. Qara. Cho'ng'uydan men turaman. Hı. Sen maning turamsa yoki maning turamsa, kanrak yatimsan safa turamsa, bu o'zing. Cho'ng'uy talasa, men miyangni elib, nədin kelgan bo'lsam, shu menga ajba. Men maynab o'yinchi kelsam talada qolasanmikan? Tangdon tutib qildi, ijara so'ylab, tutib turmay qilsan, shundaymi ya? Qayla. Men meni ulab qarab şeyda, undan sonra dilimni ranjitmay turasan. Bunu talada qolsa. Men yaxshi aramalımsa. Ya bu öy bu, eğilme bu. Ha bu qanday chiqqan öy bu? Ya bu nima bu? Mushundami? Ya buningdek men yurishtirishimga diqqat qil, men sana deb qo'yay. Bo'lmasa men kiyim kichigini farqi tutmasam, yo'qolam bu uydan. Alimda gap bor. Hey! Ha. Uyni pokiz tut, ratlab tutma. Atibulaq maylar har qaysi joylarda vakolatchi qabul qilamiz. Aloqalash telefon nomerimiz 181 549 95 666.